Sankt-Peterburgdagi yong'in oqibatida O'zbekistonning bir fuqarosi halok bo'ldi. Yana 4 o'zbekistonlik shifoxonaga yotqizildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz Boyvachcha TV kanalidasiz. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Rossiya Federatsiyasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2018-yil 15-sentyabr kuni soat 00:40 da Sankt-Peterburg shahri Novoskiy tumani Gulzoris ko'chasi 11-uydagi angarda yong'in sodir bo'lgan. Angarda 5 kishi evakuatsiya qilinib, tez tibbiy yordam brigadasi tomonidan yordam ko'rsatilgan. Ularga malakali tibbiy yordam ko'rsatish uchun II Janelizdi nomidagi tez tibbiy yordam ilmiy tekshirish institutiga joylashtirilgan. Tez yordam avtomobilida shifoxonaga olib kelinayotganda jabrlanganlardan biri halok bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berishicha, halok bo'lgan va jabrlanganlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridir. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Rossiya Federatsiyasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamkorligida olib borilgan tadbirlar natijasida halok bo'lganlarning shaxsi aniqlandi. Vafot etgan Sultonov 1983-yilda tug'ilgan. Yekaterinsk ko'chasi 10-uy sud tibbiyot ekspertizasi morgiga joylashtirilgan. Jabrlanganlar Sultonov 1997-yilda tug'ilgan. Muxtorov 1978-yilda tug'ilgan. Ismailov 1995-yilda tug'ilgan. Churagolov 1988-yilda tug'ilgan. Jabrlanganlar II Janelizdi nomidagi tez tibbiy yordam ilmiy tekshirish institutiga is gazidan zaharlanish tashxisi bilan hozirda barchasining ahvoli qoniqarli joylashtirilgan. Aziz yurtdoshlar, bugungi videorolikimiz shulardan iborat edi. Agarda videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.